Men haqimda hech kimga qiziq bo'lmagan faktlar. Men ambidextrman, ya'ni chap va o'ng qo'llarimda bir xilda yozib, chizib, hamma ishlarni bajara bilaman. 11 yoshimdan to 17 yoshimgacha 7 yil davomida aynan bo'yimni o'stirish uchun basketbol bilan shug'ullanganman. Maktabda sinfdoshlarim Gichgintoy deb chaqirishardi. Gichgintoymiz degan qo'shiq bo'lardi. Agar bilsanglar, ana o'shandagi Gichgintoymiz so'zini men kichkinagina bo'lganim uchun menga nisbatan ishlatishardi. Sizni maktab vaqti nima deb chaqirishgan? Kommentariyda yozib keting. Temir tersakdan boshqa hamma narsaga qiziqaman. Lekin chugun bilan stal necha gradusda qaynashi, med bilan latonni nima farqi borligi va metrichka bilan dyumovaya rezbani farqini juda ham yaxshi bilaman. To'pilachchi nimada o'qiganman? Men 97-yilman va 28 yoshdaman, lekin shu vaqtgacha hech kim meni yoshimni to'g'ri topolmagan. Har doim eng kamida 2 yosh kam aytishadi. 99-yil bo'lsangiz kerak yoki 2000-yil bo'lsangiz kerak. Sportivniy uslubda kiyinganimda esa ayrimlar hatto maktab o'quvchisiga ham chiqarishadi. Va eng oxirgisi juda ham kamchilik odam ismimni to'liq chiroyli ayta biladi. Ma'lumot uchun ismim Guli Ruxsor. Gul Ruxsor emas, Ruxsora emas, Gul Ruh emas, Guli Ruxsor. Tanishganimdan xursandman.